siz şu Xotan şehirde, Xotan Teves'te İnsaf ve İzdiniş kütüphanesini kaçan kurgandınız? 1 yıl oldu. Unda olsa, şu siz kurgan kütüphanenin umum kölümü qanchalik? 350 kvadratmetre. Endi hozirgacha jug'ligan kishilar foydalanib o'qiyotgan kitoblarning soni qanchaga yetadi? Konu kitapniki sani 10 parçaga yetadi. Yangi kitapning asosiyatini shu yangi nashr qilgan kitapning asosiyatini to'liq qilib bo'ladi. Buningni bir 5000 parchadan oshdi. Qancha yashingizdan boshlab tijorat bilan shug'ullangan? Men shu 24 yoshda boshlabdim tijoratni. Dastlab qayerda tijorat qildingiz? Dastlab biz shu Beijingda yepakchilikni boshladik tijoratni. Hangzhouda yo Beijingda bo'lib 17 yil tijorat qildik. Chet ellarga chiqib tijorat qildingizmi? Turkiya, Fransiya, German, Italiya davlatlarga biz shu mal ishlab berdik aşağıda. Hangzhouda zavodni o'zimiz bo'lgan, shunda yepak mal ishlab shu davlatlarga mal chiqarib berdik. Nima sabab tufaylidan yurtingiz Xotan'da mushundaq insaf nomidagi kütüphaneni qurishni o'ylashib qoldingiz? Meniki bularni shu Fransiyaga chiqqan chaqda Shanxayninki Xansu yo'ldoshlar bilan birga chiqqan. 26 kun turib qoldik. Shu turish jarayonida nurg'unlagan ishga duch keldik aşağıda. Shu jarayonda aşağıdaki kishilarningki sapasining yuqoriliqi bizga nihoyatda cho'ng ta'sir qildi. O'xshash bir yoritilmadilar. Biz nima uchun sapayimiz tuvan bir adam bo'lib qoldilar. Ma adamni nima uchun bunday sapolik yoritibdilar, bu bunday o'xshash bo'lmay qolamiz deganda ham shu ishlar kallamga ta'sir qilib bir necha ish taqashtamdi bizga. Xo'sh. Shu masalan oddiysi yo'lda ketib berib, men ikki Xansu yo'ldosh bilan birga mang'liqdim. Pastga tushar chog'da yashangan hali garib bir odamdan birga yıkıldırattım ben bu adamı. Bununki beştiki kalpıkımı yerine çıkıp gitti. Üzü aldırmayı kopap kalpıkını kakırtıp kişip beni aldırmaya geldi bu. Gelgendikin üzerine ait için tutup hem de tayak yıtkan buldum hem de müşahede edip hem de. Üzerine şunu tayak yiyişke hazırlap tuttum hem de. Tutsam şunu olan bu adam kilip dolam olmuşlar. Ben işte 9 yakıldım ben gipini okumagan dikin. Xansular battı. Onların gipini okuduğun. Nem dedi desem senin hadi özür kalırsan senin kapılmayan hiç kısa yok bakıp gitti dedi. Degендigi şunun bilan ben bu adam yine beni kapılmayan dese bu nimada 2 gün kallandım bu iş ketmedi. Yerden metroga gittik hamda. Metroga kelgandan bütün metronun bekatlarida kitap josi var ekan. Bu kitap josidan kiygancha adam böyle cho'ng olamdi, kichik olamdi, er olamdi, ayol olamdi, hammasi kitap kitap o'qib ekan. Metroga ketgan, metroga chiqib yana kitobni o'qish bilan o'rin bo'lsa o'rinda o'tirib, o'rin bo'lmagan taqdirda bir qo'lda tutib, bir qo'lda kitob o'qiganini ko'rdim. Ya'ni men metrodan tushganligim bu kitobni ekis qancha o'qiganman. Keyin men marafaqayda marsam bu kitobni olib, yana shu tushgan bekatda yana kitob josi bor ekan. Unda tashlab qo'yman emas, endi shu kitobni chayliq tizib qo'yib ketgan endi. Shuning qarab, buni inson hammadan o'xshash tug'ilgan. Muşunda o'qishilar kitap o'qigandan keyin muşundan madaniyat hosil etgan. Endi o'zimiz bunda savassiz, bilimsiz qolsaqmanda, bizning kinkilarga bir oz bir kitap o'qish fursatini yaratib berdi. Men bir kitobxona ochay deb kitobxona ochdim. Buningga men 10 yil endi muşunda xizmat qilganimda 10 yil o'zim tayyorlik qildim. Bultodan başlap bu kütüphaneni kurupsiz. Onun ki yani bir alayet tarafi siz haksız tamak veriş, haksız çay veriş arkalık nurgun kişilerini kütüphaneye kirip kitap okuşku jalip kıtsız. Bu iş rası mı? Biz bunu açkanda kitapxonadan kitap seti olanmayotganlar kitapni echib ichiga qog'oz qistirib qo'yib ketib qoldi. Bu kitobni solsak ichidan qog'oz chiqdi. Bu nima ish bu deb bu mening kallamga ta'sir qilib shuning bilan buni surishtirsam bu kitap seti olanmayotganlar kelib ashadib o'tib o'qib Kaga yerga qog'oz qistirib qolib, yana tamoq yeb kelib, yana o'qiydi, ashaddan boshlab o'qiydi ekan. Endi buningda zodi mishada nurg'un baka vaqt ketgan shuningga bir tayyorlik qilsak o'qday deb tursan, kutubxonaga kelgan bir odam bana bir talab berdi. Hozir mishaga bir turbini beni ulab qo'yishlar dedi. Biz ustab qolsak, ichib turib o'qisak shu suvni. Turbini beni ulab bersa degandan bu gap menga qattiq ta'sir qilib, shu aman shu choy qaynatgan bir narsa tayyor qilib, choy hozirlab qo'ydim. Uni tayyorlab bo'lgandan keyin bir hafta o'tgandan keyin bir odam shu yangiqo non sep ketgan.
Bu nonni shu qattiq nonni shu choy bilan yeb o'tirganini ko'rib qarasam bu odamninki yashi 70dan oshgan odam ekan. Bu davomli keldi bu odam. Shu yoqda bir oshxonam bor edi. Shu oshxonadan bir qancha polo ekishib bu odamga tomoq yeygizdim. Bu odamning tomoq ekishib berganini ko'rib shu kundan tortib bizning kitob o'qiyotgan xaridorlarimiz olib ketdi. Shuning bilan tomoq versak o'qiydi ekan degan bo'lib men tomoq berdim. 2 soatdan ortiq kitob o'qigan odamga berdik. 2 soat kitob o'qib bo'lgandan keyin bir vaqt tomoqni haqsiz bersiz. Endi hozir non bilan choy verdik. Hozir bitirdik. Endi Muhammad Turdi efendim, siz yaqinda Xotan shahrida ilmiy muhokama yig'iniga borgan vaqtingizda shu yig'in qatnashgan barliq yozuvchi, shoir, tadqiqotchilarning qatorida shu Insof kutubxonasini ko'zdan kechiribsiz. Shu vaqtda yig'in ahlining bu kutubxonani ko'rgandan keyingi o'rtaq ta'sirot qanday bo'ldi? Buni ko'rgandan keyin hammalar xushal bo'ldi. Lekin biz bilan birga borgan yozuvchilar, shoirlar shu yerda ko'p hayajonlandi. Ham shu yerda so'zladi o'ziniki. Ta'sirotlarni shu yerda so'zladi. Bunda bo'lishdagi sabab endi bu kitob odatimda qaraganda odatdagi narsadek ko'rinadi. Ammo buningki xalqqa, millatga keltirgan foydasini aytib ko'p. O'sha Qarxonlilar davrida o'tgan Nizomiy Aruziy Samarqandi degan bir kishiningki kitobi Majmuun Navodir degan kitobida bir hikoya bor. Shunda Xorasonga hukmdor bo'lgan Ahmad ibn Abdullah Al-Xojastani degan odamdan so'raydi ekan. So'rab, siz bir oddiy eshak boqquchi edingiz. Qanday bo'lib Xorasonda cho'ng bir davlatning hukmdori bo'ldingiz deb so'ragan vaqtida bu munda debdi ekan. Men shu Badg'is degan viloyatda bir sahrada eshak boqib yuratdim. Kim meniki qo'limga Hamzalai Badg'isi degan bir shoirning bir kitobi tushib qoldi. Uningda bir she'ri ko'zim tushib qoldi. Shunda munda she'r ekan bu. Nesivang yutquch she'r og'zida bo'lsa, og'zidan tortib ol, qo'qma bardam bo'l. Ya izzat ulug'liq, sha'ni shavkat tap, ya jangda 100 mardlik bilan o'l degan she'r ekan. Shu she'r menga ta'sir qildi. Shundan keyin men bu eshaklarni sotib etib ot oldim. Ot sotib oldim. Ot sotib olib, andan keyin shu chog'dagi hukmdor Sapparilarningki xizmatiga kirdim otliq askar bo'lib. Mardlik, mardonlik, qaysarlik ne o'zimga odat qildim. Shu jarayonda meniki bag'ansi kuchim eshib, inovatim eshib, qo'l ostida necha yuz askar bo'ldi, keyin qo'mondan bo'ldim. Shundan keyin oxir berib, shunda bir Xorasondagi bir davlatga hukmdor bo'ldi. Demak, kitobning odamga beradigan roli, uning beradigan foydasi cheksiz. Shunda kitoblarni ko'rgan vaqtimizda, kitobxonaga kirgan vaqtimizda bizga nihoyat ko'p ideviy boylik yig'ildi. Ruhimiz kuchaydi. Endi Yalqunqa, shu korxonchi Tursun To'xti Savur apandininki o'z yenidan pul chiqarib, mana shunday kutubxona ichishi talay kishilarning ruhini urg'itdi. Demak, mushkil ruhning bugungi kunda qanday real ahamiyati bor deb qaraysiz? Buningki real ahamiyati oldi bilan jamiyatda kitob o'qish odatini yetildirish jihati ko'rildi. Bir jamiyatda kitob o'qish odatining umumlashishi shu jamiyatning madaniylik darajasidan bashorat beradigan bir ro'shan omil. Biz avlodlarningki o'sha aql farosat buloqlarini ichishda maktab o'qitishiga birlashtirish bilan birga yana o'sha kitob o'qishdan iborat bu foydali yaxshi odatni umumlashtira olsak, anandan bizdagi aql farosat buloqlarininki ko'zi itilib qolmaydi. Odatda bir buloqning ko'zi itilib qolsa, qum tiqilib qolsa, chava chaqallar yuvinib qolsa, u suvning sufitimi o'zgarib ketadi, u buloqning ko'rkamligimi xunukleşib ketadi. Xuddi shunga o'xshash biz avlodlardagi, kishilardagi aql farosat buloqlarini bir ko'rkam manbaga aylantirish, bir foydali manbaga aylantirish jihatda kitob o'qishdan iborat mushu odatni umumlashtirishga qat'iy ahamiyat berish kerak. Odatda Xotan tarixdan buyon qo'lyozmalarningki klassik asarlarning ko'pligi bilan mashhur. Abduqodir Jaloliddinninki bir she'rida shamol chiqsa bizning Xotanda qo'lyozmaning hidi keladi deydigan bir go'zal misollar bor. Butun Xotanda shunday qo'lyozmaga to'lgan kishilar kitob o'qishga odatlangan bir kayfiyat bor. Yillarning o'tishi bilan bu odatlarda chekinish yuz berdi. Hozirgi kunda, masalan bugungi kunda Insof izlanish kutubxonasining barliq kelganligi yanada Xotan xalqining o'zining ajdodlarining vujudida yetilgan shu qimmatli ruhni yelinjitib, bugungi reallik uchun foydali manbalarni, foydali usullarni tepib chiqayotganligini ifodalab berdi. Kitob o'qish shuncha zarurmi? Kitob o'qish odatini yetildirish shuncha zarurmi deb ba'zilar buningga so'g'roq savol so'raydigan odamlar bor. Bugungi kunda televizor bor, radio bor,
Mektep var, anandaki türlü telefon, tor, mushundaq vasitlar var. Shular orqali ham nurg'un narsani o'rganib qolamiz deydi. Lekin kitobning qimmatiga bo'lgan tonish insoniyat jamiyatida tabiiy hech qachon to'lab qolgani yo'q. Yana ham taraqqiyga illa o'zininki kitobchilik ishlarini, kutubxona ishlarini nihoyatda zo'r mablag' solib, ko'ngil bo'lib taraqqiy qildiradi. Shunga bugungi shu insof izlanish kutubxonasiningki barliq kelishi xalqimizga nisbatan bir ro'yini urg'utish, yangi bir uchur foydali bir yo'lni ko'rsatish jihatda real ahamiyatga ega. Kitap o'qisa, kitobdan bilim olib, o'ng'ishilib qolarmikan? Biz o'tib kelsak, mana avlodlarimiz bir madaniyat safolik ve odam bilib yetib chiqarmikan degan bir umid bor endi. Bunda kitaplarningki ko'plab bir yerga yig'ilishi bizdagi tarixni bilishimiz, tunigunni bilishimiz uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan material. Bizningki buyuk buvimiz Yusuf Asajibninki Shahona asari Qutat qibiligida shunda bir qimmatli gap bor. Bilimsiz kishi u bir uchun laydir dedi. Endi Tursun To'xta efendim, mening egallashimcha, endi siz shu Shinjongninki joy-joylarga, jut-jutlarga odam avat deb, shu imkoniyat va qo'lyozmalarni qimmatbaho setib olib, shu kutubxonangizga jug'labsiz. Qonliq yer Shinjong xalq nashriyatidan nashr qilingan Mantimin To'xtayub avtorligidagi Uyg'ur jamiyatidagi tunji roman bo'lishi mumkin. Sunjong Sanning tarjimali. Shundaq bir kun keladi degan bu romanni nurg'un kishilar o'qigan. Po'lat qandoq cheniqdi debdi Ostrovskiy. Marksning Kapital degan asari. Uyg'urcha Xanzocha lug'atga. Bu lug'at tunji bo'lishi mumkin-da. Burxon Shahidi tuzibdi. Abdurim O'tkirning O'yg'ongan zimin. Demak, mushunda qadimiy kitoblardan qancha ming parcha jug'ildinglar? 10 ming parcha. 10 ming parcha. Eng qimmat setib olgan kitobingiz qaysi? Qanchaga setib oldingiz? Eng qimmat setib olganimiz 10 ming so'm yetdi. Bu shu qadimiy kitoblarni umumyuzlik Xotanga jug'lashda, kutubxonangizga jug'lashda umum ketgan xarajat qanchalik? Qani kitobga 1 milliondan mablag' ketdi. 1 milliondak mablag' ketdi. Uningki kitobxonangizdagi kitoblarga-chi? Uningga bir 3 milliondan mablag' soldik. Endi kutubxonangizda qanchalik odam ishlaydi? 5 odam ishlaydi. Endi Xotandagi munosabatlik madaniyat o'rinlarining, tashviqot o'rinlarining, keng avomning o'sha kutubxonaga bo'lgan bahosi qanday, inkosi qanday? Buningdan shu bayan deb o'tgandek shu o'qirmanlar va qo'shilag'liganda. Anlasam endi necha odam kallanglar ilishib qolibdi, sizlarga nima qilganinglar, u yerda uni ishni qilib pul topsanglar bilan-to. Degan menga mendaqalik so'roq muomala qilgan bo'ldi. U deb meni jiq to'sqanli bo'ldi. Biz shunda ketaversak, bizga shunda bilimsiz, safosiz o'tdik. Biz mishada oddiysa Xotanda elvaysak endi boshqa yana demasak menda. Balaning otig'i bo'lgan, urug' tuqqanlarningki bidoasi bo'lgan, qo'lim qo'shniga bo'lgan, hatto yo'lda mangan, mashina haydagan, butun mashina haydagan shoferligimda qattiq ichinatman bu ishdan-da. Desak gap chiqadi buni nurg'un gaplanadi bu. Bu iskunutanda shunchalik bir vaqtni menda bildiğiniz qatlarni nurg'un adam o'tgan ishni keltirib chiqartmiz endi. Mushumi bir insonniki madaniyat safosiga taqilib qolgan ish ekan endi. Biz uni tushuntirib bilmaymiz ekan. Kitob o'qisa, kitobdan bilim olib, bir o'ng'ishilib qolarmikan? Biz o'tib kelsak, mana avlodlarimiz bir madaniyat safolik odam bilib yetib chiqarmikan degan bir umid bor endi. Bundan boshqa nima yo'q. O'zingiz bir kitob o'qimsiz? Men kitob o'qiyapman endi. Kitob o'qisa anglaysizmi? Mehmet Turda Mirzahmet efendim, endi sizningcha mushunda bir korxonchi, qadimgi asarlarga mushtaq ishtiyoq bog'lab, uni to'plashi, keng o'qirmanlar uchun mushtaq xizmat qilishi, bizning qadimgi asarlar tadqiqotimizda bir foydali vaziyat yaratamdi qanday? Bugundan ilgirkisi hammasi qadimgi asar. Mushunda kitoblarningki ko'plab bir yerga yig'ilishi bizningki tarixni bilishimiz, tunigunni bilishimiz uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan material. Ben bu Hacı'nın kutupxonasini ko'rdim. Bu kutupxona içinde Çağatay izliki qo'llanayotgan davrlardagi eserler varken, 20. asrning boshlarida nashr qilingan kitoblar varken, Seyit Ispoqi davrida nashr qilingan kitoblar, 30. yillarda, 20. yillarda, 30. yillarda nashr qilingan, 40. yillarda nashr qilingan kitoblarni tizib qo'yibdi. Andikin azodlikdan keyingi 50. yillar, 60. yillarda nashr qilingan Uyghur yeni yazıkıda, Latin yazıkıdaki kitaplar mı varken, 80. yıllardaki kitaplar varken, 90. yıllardaki kitaplar mı varken, tünügününü biliş, ötmüşünü bilişken yaxşı kolaylık yaratılgan. Bu bir yeni birisi, ama şunda bu oyun boğallığı için, yani halkın kulunda buzulup geçiş aldı turuvatkan kol yazmalar,
qadimgi asarlar o'sha yerlarga keladi. Davomli yig'iladi. Bu yerdagi kitob zapisi bag'ansi ko'paydi. Tadqiqotda, material izlashda bu cho'ng bir o'choqqa, cho'ng bir xazinaga aylanadi. Endi Yalqınka, Tursun To'xta apandimninki 4 million sarf qilib kutubxona ichishi, atrofimizdagi kishilarga nisbatan aytganda kishilik sapo yetildirishda qanday muhim ahamiyatga ega deb qaraysiz? Kishilik sapo qandaqdir, qalaymiqan tukumaslik, keskin masalaga bo'lmag'ur so'zlarni ishlatmaslik, kishilik muomalada silliq bo'lish degandek uning bilan cheklanmaydi. Albatta, bu bir odamning yaxshi tarbiya ko'rganligining ifodasi. Ammo biz ko'zlayotgan kishilik saponinki negizi nima deganda mustaqil tafakkur qila oladigan bir odamga aylanish. Bizningki buyuk buvimiz Yusuf Qasojibninki Shahona asari Qutot qibiligida shunday bir qimmatli gap bor. Bilimsiz kishi u bir uchum laydir deydi. U bir uchum lay degan kulolchining qo'liga chiqib qolsa, kulolchi uningdan ko'zi yasamdi, piyola yasamdi, cho'mich yasamdi, xohlagan narsani yasaydi. Demak, mustaqil fikr qilish iqtidori yo'q odam xalqning qo'lidagi foydalanish quroliga aylanib ketadi degan gap. Bilim va qobiliyat yetildirishning eng unumli yo'llari shu tarbiyalanish kitob orqali bo'lganligi aniq. Tarixchilarningki eng umumlashgan odatlarining biri uyda cho'qim kutubxonasi bo'lish. Bizningki Uyg'ur jamiyatida o'qimishli oilalarda birdan kutubxona bo'lish shu aqalli ish. Uyingizda kutubxona bo'lsa, bolalaringiz kitob yediga to'lgan muhit cho'ng bo'ldi. Kitob yediga to'lgan muhit cho'ng bo'lgan bolalarningki o'z bitilishi albatta shu kitobning ta'siriga uchramay qolmaydi. Biz bugungi kunda bolalarimizninki turli turmushdagi go'zal odatlarini yetildirish jihatda kitobga tayinish bilan birga uning ma'naviyatini qurib chiqish jihatdami shu kitobga tayanmasa bo'lmaydi. Kitobga tayangan vaqtimizda anan degan uning fikri quvvatli bo'ladi. Ko'z qarashi ro'shan bo'ladi. Qimmat o'lchamlari to'g'ri ham kuchli bo'ladi. Hozir nurg'un ko'chalarda kitobxonalar ochildi. Ba'zi ko'chalarda 2dan 3dan kitobxonalar ochildi. Demak, mushlarning hammasi hozir bizning xalqimizning kitob o'qishga ahamiyat berayotganligini, kitob o'qish odatining ilgirgi yillarga boqqanda umumlashayotganligini bildirdi. Ham bu bugungi davrning talabiga yetamdi deganda mayli kitoblarning sifat soni bo'lsin, mayli kishilarning kitob o'qish jihatdagi odatlanish darajasi bo'lsin, bugungi davrning bizga qo'yayotgan talabidan yanada jiroq. Shunga biz bugungi kunda o'zimizningki o'sha kishilik saposini jamiyatning davrining bizga qo'yayotgan talabiga yetkazish uchun kitob o'qish odatimizni yanada kuchaytirishimiz, kitobxonalarni yanada ko'paytirishimiz ham eng muhimi kishilar qo'l ilkida bor, saxovat qilishni xohlaydigan, jamiyat uchun tuhfa qo'shishni xohlaydigan kishilar kutubxona ochishdek, kitob nashr qildirib qo'yishdek, shunday yo'llar orqali avlodlarimizningki, xalqimizning tarbiyalanishiga foydali sharoit imkoniyatlarni tug'dirish kerak. Men bir odam bilan bu ish tugimasa, boshqa viloyatildimi, boshqa nailda bo'lamdi, boshqa gumshalda bo'lamdi. Shu boshqa shaxsiylamamdi. Rivojlantirib, kengashsa boshqa yerga. Qadimgi kitoblarni yig'ayotganlar bizlar emas, chet elliklarni yig'ayotdi. Bunday ahvolda bizni bu o'zimizning ichidagi qo'lyozmalarni, qadimgi asarlarni yig'ib tadqiq qilmasak, kelgusi avlodlarga yuklamaymiz. Odatda kishilarningki pul tepishi, uning aql farosatini namoyon qilgan bir ko'rsatkich bo'lsa, pulni ishiltishi uningki oliyjanobligini yoki chakinligini ko'rsatadigan yana bir ko'rsatkich. Endi Tursun To'xta apandim, siz qurgan insof va izlanish kutubxonasi 1 yillik musofani besib o'tibdi. Ya'ni bundan keyin mushu kutubxonaning sifatini texnik yaxshilash, uni kengaytirish, uni texnik ko'lamlashtirish haqida bir planlaringiz bormi, Iqchon? Bizningki asosiy planimiz mushuni bo'lsa, xotinninki qarshi noilaga birdan etish planimiz bor. Kuch quvvatimiz yetsa, biz buni qilay deb tirashyapmiz. Endi buning bir umidim mushuningda endi anglaganlar, ko'rganlar bo'lsa, mangani qalab turmay, men bir odam bilan bu ish tugimasa, boshqa viloyatildimi, boshqa nailda bo'lamdi, boshqa gumshalda bo'lamdi. Shu boshqa shaxsiylamamdi. Rivojlantirib, kengashsa boshqa yerga. Umidim bor. Endi Mehmet Turdi apandim, shu insof kutubxonasi bundan keyin boshqarishni texnik yaxshilab, mulozimat sifatini texnik yaxshilashda yana to'liqlashga tegishli qanday nuqtalar bor ekan? Bu haqdagi fikrlaringizni anglab o'tsak. Kutubxonaning kirish jarayonida davrlar bo'yicha, mazmun tartibi bo'yicha, davr tartibi bo'yicha turlarga ayirish, andagi kitoblarga nomer qo'yish, shu ishlarda yana bir qadam
cho'nqirlab ishlash kerak deb qaradim. Kutubxona qoidasi bo'yicha turga ayrilishi qilinmagan. Dastlabki qadamda kitoblarni yig'ib akilib tizib qo'yish holatida turibdi. Yana bilsa shu yana davomli jamiyatdagi kishilarning qo'lidagi kitoblarni yig'ish kerak deb qarayman. Bu qadimgi kitoblarni yig'ish ishini davlatimizmi qutqizish ishiga ko'p ko'ngil bo'lyapti. Ammo davlatlar qutqizish bilan bu ish bitmaydi. Xalq o'zini qutqizish kerak. Qadimgi kitoblarni yig'ayotganlar bizlar emas, chet elliklarni aytib yig'yapti. Unda ahvolda bizlar bu o'zimizning ichidagi qo'lyozmalarni, qadimgi asarlarimizni yig'ib tadqiq qilmasak, kelgusi avlodlarga yuz kelmaymiz. Shunga bu jihatda yana davomli tirishish kerak. Andan keyin o'sha chishib ketgan varaqlar, masalan, bizning xalqimizning kitoblarni aytib qadrlaydigan odat bor. Yagi dastlab ketdi, oyoqasida qolsa deb, o'sha parasida bo'lib ketgan kitoblarni go'stonlikqa olib dafn qilib o'tadigan ishlar bor. Xotanda hozir qadar bor shu ishlar. Shunday narsalarga e'lon chiqarib, shunda chishib ketgan ko'ni varaqchilar bo'lsa-mu, biz yig'imni sotib olamiz deb buni e'lon qilish kerak. Shu qog'oz parchalarining ichidanmi bizdagi qimmatli madaniy meroslarimiz chiqadi. Yalqınka, bu şu karxanchi Tursun Toqsavur efendininki pul topqanda topgan pullarni kütüphane qurishdek şu foydali ishga sarf qilganligi jamiyatdagi puldor kishilarga qandaq bir ta'xirsiz savol va g'idirlanish fursati keldi. Odatda bir jamiyatda xilma-xil qatlam bo'ldi. Har qanday qatlamda kishilarningki cho'qim burchi bo'lmay mumkin emas. Har qandayninki jamiyatga qo'shilgan bir burch bo'ladi. Bugungi kunda biz boylarning burchi masalasida bir savol qo'yishga yoki o'yinishga duch kelyapmiz. Odatda kishilarningki pul tepishi, uning aql farosatini namoyon qiladigan bir ko'rsatkich bo'lsa, pulni ishiltishi uningki oliyjanobligini yoki chakinligini ko'rsatadigan yana bir ko'rsatkich. Boylik degan nimadan darak berdi deganda bayashatlikdan darak berdi. Ammo bayashatlik nodon holatdagi bayashatlikmi yoki madaniy holatdagi bayashatlikmi? Bizning muqaddas kitoblarimizda shunaqa deyildi ekan, bir qavmningki ichida agar u qavm jazolanmoqchi bo'lsa, uningki olimlari batniyat boylari piqsiq yaratilgan bo'ldi deb. Endi biz o'zimizning boylariningki jamiyatga to'hfa qo'shish ro'yi yo'q. Faqat pul topishdan iborat shunday birla intilishi bor, ammo pulni ishlatishdan iborat, to'g'ri yo'lga ishlatishdan iborat, burchini jamiyat oldida to'liq ado qilishdan iborat mandaq bir xil yuksak safosi bo'lmasa, biz boylarimizga nisbatan savol qo'yishga to'g'ri keldi. Shunga boylar o'ziga savol qo'yish kerak. Haqiqiy namratlik nima deganda o'zininki boylik orqali bayashat bir oila qurganda qilgan bilan amaliyotda oilasida oila kutubxonasini shakllantirmagan bo'lsa, u boy emas, u namrat. U haqiqiy namratlikning jaddan tortayotgan bo'ldi. U ammo o'zining namratligini ham nodon holatda yashayotganligini bilmagan bo'ldi. Tarixda o'tgan boylarni o'ylab baqsaqmi, bizga ko'p ochiq saboqlar bor. Masalan, G'o'ljida o'tgan Akuka Musaboyevlar zavod qurgan ayni vaqtda, maktab ochgan, yangi madaniyatni umumlashtirish jihatda to'p qo'shgan, chet ellarga e'lon berib, kimlar o'qisa, o'qishni xohlasa biz haqqini biz beramiz deb shu vaqtda jamiyatga e'lon chiqarib turib chet ellarga o'quvchi chiqargan. Ular tarbiyalagan bolalar Uyg'urlarning tunji avlod ziyolisi bo'lib jamiyatda rol o'ynadi. Bularningki pulni tepish jarayonida namoyon qilgan aql parasti bilan pulni ishiltish jarayonida ifodalagan oliyjanobligi biz uchun bir ulgu. Bundan 100 yillar ilgari Uyg'ur jamiyatida boylar qatlami azmatda yoki shu Akuka Musaboyevlardan iborat ikkili boy bormidi degan unda emas. Yana Xotandan tortib G'o'lchaklargacha nihoyat nurg'un boylar bor. Shunga bizda qanday ong bo'lish kerak deganda, yaxshilikni qo'g'lishib yurib qiladigan, jamiyat uchun to'hfa qo'shishni muqaddas burch biladigan, bir tarafdan pul topish, bir tarafdan uni oliyjanoblik bilan ishlatishninki yo'lini bir xil ajralmas munosabatga ega deb qaraydigan ongliq sifatli boylar qo'shinining bo'lishini orzu qilamiz.